sirli joylari. Tasavvur qiling, siz samolyotdasiz, pastda esa cheksiz okean, hamma yoq tinch. Birdan pilotning ovozi o'zgardi. Kompas ishlamayapti. Biz qayerdaligimizni bilmayapmiz. Nimani his qilasiz? Hayotda shunday voqea bo'lgan. Bu xabardan keyin radio jim bo'lib, boshqa hech qanday signal topilmagan. Hech qanday qoldiq ham topilmagan. Go'yoki samolyot hech qachon mavjud bo'lmagandek. Shu voqeadan keyin butun dunyoni bitta savol qiynardi. Nahotki yer yuzida odamlar izsiz yo'qoladigan joylar bor? Bugun siz bilan ana shunday ikki joy, okean yutgan hudud va sahro yashirayotgan sirlar haqida gaplashamiz. Sirli okean. Atlantika okeanida 3 ta nuqta bor: Florida, Bermuda orollari va Puerto Rico. Ularni xaritada tutashtirsangiz g'alati uchburchak hosil bo'ladi. Bu hudud Bermuda uchburchagi. Bu joyning mashhurligi birgina sababga borib taqaladi. U yerda juda ko'p transport vositalari izsiz yo'qolgan. Ammo qiziq tomoni shundaki, bu hodisalar birdaniga boshlanmagan. 1492-yilda Kristofer Kolumb kundaligida kompas strelkasi g'alati harakat qilganini, osmondan noma'lum yorug'lik ko'ringanini yozadi. Bu yozuvlar keyinchalik sirli burchak haqidagi eng qadimiy dalillardan biri sifatida tilga olinadi. Eng mashhur yo'qolishlar. Bermuda uchburchagi haqidagi eng mashhur voqea Flight 19, 1945-yil 5-dekabr. 5 ta harbiy samolyot mashg'ulotga chiqadi. Ular tajribali uchuvchilar edi. Hududni ham yaxshi bilishar edi. Ammo parvozning birinchi soatida pilotdan shunday xabar kelgan. Biz quruqlikni ko'rmayapmiz. Kompaslar ishlamayapti. Dispetcher yo'nalishni tushuntirgan, ammo pilotlar okean boshqacha ko'rinyapti deyishgan. Bu juda g'alati ibora. Okean boshqacha ko'rinyapti. Keyin radio o'chgan va boshqa hech qanday ma'lumot topilmagan. Ularni qidirishga yuborilgan qutqaruv samolyoti ham qaytmagan. Bir kun ichida 6 ta samolyot yo'qolgan. Bugungacha ham ularning qoldiqlari topilmagan. Ilm fan nima deydi? Ko'pchilik bu hodisalarni paranormal kuchlar bilan bog'laydi. Hatto u yerda shaytonning taxti joylashgan degan fikrlar ham yo'q emas. Ammo ilmiy tushuntirishlar ham bor. Masalan, bu hudud Gulf Stream oqimi ustida joylashgan. Bu juda tez oqim bo'lib, agar kema halokatga uchrasa, qoldiqlarini tezda uzoqqa olib ketadi. Yana bir omil tropik bo'ronlar. Bu hududda bo'ronlar juda tez paydo bo'ladi. O'sha paytlarda radarlar ham mukammal emas edi. Yana bir qiziq nazariyalardan biri metan gaz portlashlari. Okean tubidan chiqqan gaz suvni ko'pirtirib yuboradi, natijada kemaning ko'tarilish kuchi yo'qoladi va u cho'kib ketadi. Bu ilmiy jihatdan mumkin. Ammo shunday savol tug'iladi: nega aynan shu hudud afsonaga aylangan? Sababi oddiy. Odamlar noma'lum narsani yaxshi ko'radi. Okean sirlarini tabiat bilan tushuntirish mumkin, ammo sahro o'rtasidagi sirni-chi? 51-hudud. Siz bilmagan haqiqatlar. Dunyoda eng sirli hududlardan biri bu 51-hudud. Bu joylashuv AQShning Nevada shtatining cho'l hududida joylashgan. U maxfiy harbiy baza bo'lib, u haqda o'nlab mishmishlar, nazariyalar va sirlar mavjud. 51-hudud atrofida qurollangan qo'riqchilar bor. Koinotdan maxsus kuzatuv kameralari, hatto yer tagida ham datchiklar o'rnatilgan. Ular orqali tepada turib nima haqida suhbat qurayotganingizni eshitishadi. Harakatlarning barchasi kuzatuv ostida. Ko'pchilik bu yerda o'zga sayyoraliklar saqlanadi deb o'ylaydi. Ammo rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu hudud aslida maxfiy harbiy texnologiyalarni sinash markazi hisoblanadi. 51-hudud nimasi bilan mashhur? Bu bazada yangi razvedka samolyotlari sinovdan o'tkaziladi. Maxfiy uchuvchi apparatlar ishlab chiqiladi. Sovuq urush davrida esa ilg'or texnologiyalar test qilingan. Masalan, U-2 va SR-71 kabi mashhur razvedka samolyotlari aynan shu hududda sinovdan o'tgan. Bu samolyotlar o'z davrining eng ilg'or texnologiyasi edi. Shu sababli bazaning maxfiyligi aslida mantiqiy edi. Bu loyiha CIA va AQSh harbiylari tomonidan yuritilgan. Nega odamlar u yerni o'zga sayyoraliklar bilan bog'laydi? Bu Roswell hodisasi bilan bog'liq. 1947-yilda Roswell shahri yaqinida noma'lum obyekt qulagani haqida xabar chiqadi. Jism qulaganiga guvoh bo'lgan o'sha yerdagi fermer birinchi intervyuda bu uchar likopcha ekanligini aytgan. Keyinchalik esa uning ko'ziga shunday ko'ringanini, aslida esa u oddiy uchar shar ekanini aytgan. Bu o'zgarish odamlarni yanada shubhalantirgan. Shundan keyin o'zga sayyoraliklar jasadi topilgani, qulagan jism yashirilib, hammasi maxfiy bazaga olib ketilgani haqida mishmishlar ko'paygan. 51-hudud shu voqeadan keyin afsonaga aylangan. Hudud qat'iy qo'riqlanadi. U yerga yaqinlashish ham mumkin emas. Sababi bu joyda hali ham maxfiy harbiy ishlamalar olib boriladi.
va ularni oshkor qilish davlat xavfsizligiga zarar yetkazishi mumkin. Yana bir qiziq fakt. Hatto AQSh hukumati ham uzoq vaqt 51-hudud mavjudligini inkor etgan. Faqat keyinchalik 2013-yildagina uning mavjudligini rasman tan olgan. Xo'sh, bunday afsonalar nega paydo bo'ladi? Psixologlar aytishicha, inson miyasi noma'lum narsani ko'rsa, u bo'shliqni hikoya bilan to'ldiradi. Bu himoya mexanizmi. Biz bilmagan noma'lum ma'lumotlarni tushunishga harakat qilamiz. Shu sababli Bermuda uchburchagi 51-hudud haqidagi afsonalar, ular haqida film va kitoblar ko'paydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Roswell shahrida qulagan narsa aslida nima edi? Bermuda uchburchagida qanday sir bor? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Va shunday qiziqarli videolar uchun albatta obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda bundan ham sirli ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz.